Halkta tarqatqanman dünya malı. 5-6 sözümüz var aytayıq yedigatli şamşirağım. Kulak sal hey, kulak sal hey. Şu көтерген қатарından нар еді халқымның ярасынан сар еді. Бұл dünyada tayanışım dermanım ak bilekli жалғыз kızım var еді. Var еді. Rahmat ajoyib ijro uchun. Bu san'atga qiziqishingizga kimlar yoxud nimalar sabab bo'lgan? Bu san'atga qiziqishima bu qobuz asbobini bolaligimdan qiziqaman. Bunda bizlarda ustoz jirovlar, ustozimizning ustozlari bizlarda televizorlarda dastonlar aytadi. Жаңағыдай едіге dastanlarını, батырлық dastanlarını aytadi. Sodan televizordan ko'rib, men o'zim qiziquvchiligim artgan. Sonda o'zimning ata-onam so muzika maktabini so jirovchilikqa bergan. Bilishimizcha siz mazkur yilda kelajak ovozi ko'rik-tanlovining respublika bosqichiga chiqibsiz. Keling endi shu haqida gaplashsak. Bu kelajak ovozi respublikalik bosqichini men Qoraqalpog'iston respublikalik bosqichidan yo'llanma olib o'tganman. O Qoraqalpog'iston respublikalik bosqichida da har rayonlarimizdan, o'zimizning rayonlardan, viloyatlardan kelib qatnashgan. Sonda da o'z talentimni ko'rsatib, bu respublikalik bosqichga o'tganman. Endi bu yerda har butkul respublikamiz O'zbekiston Respublikasining viloyatlaridan kelib o'tiribdi. Endi bu yerda har qatnashuvchi o'z talentini ko'rsatib o'tiribdi. Endi qiyinchilik bo'ladi albatta, biroq endi yaxshi tayyorlanib qatnashsak, bunda da birinchi o'rinda olamiz degan umidimiz bor. Salomat, kelgusi orzu rejalaringiz qanday? Kelgusi rejalarim Xudo qalasa bu qobuz asbobini dunyo yuzida tanıtу, Qoraqalpoq asbobi bo'lgan eski asbobini dunyo yuzida tanıtib, Qoraqalpoq dastanlarini qalib baratirgan, jo'ytilib baratirgan dastanlarini yer yuzine chiqaru degan niyatlarim bor. Samimiy va mazmunli suhbat uchun minnatdorchilik bildiramiz. Barcha orzu maqsadlaringiz amalga oshishiga tilakdoshmiz. Rahmat. Dunyoda o'rganishimiz, havas qilishimizga arziydigan insonlar ko'p. Buyuk bobomiz Alisher Navoiy Nasoiymul Muhabbat asarida ana shu